Bizga mardlar tusa yarashar, mard maydonda or nomus deb talashar. Belni mahkam baylab o'tir polvonim, polvon jurtning obro'si deb kurashar. Shalag'rom yarashmaydi bir senga, qo'yar bo'lsang kuragini boshiga. Ikki yonbosh olguningcha polvonim, bitta halol olqishini ber elga. Assalomu alaykum. Hurmatli qishloqdoshlar, azizlar. Ulug' ayyom kunlari, Eid Ramazon va yana bir o'zbeklik bayrami. Navruz ayyom. Navruz maydonida azizlar hammalaringizni Eid Ramazon bilan, Navruz bilan tabriklayman. Bu yigitlarga omadini bersin, baxtini bersin. Mashtiq bergan, pul bergan yigitlarga kelayotgan yanagi yil oladigan yigitlarga omadini bersin, ularga kuch-quvvat bersin. Bu ulug' oylar yana yillarga ham nasib qilsa fatmatsin buni. Nasib. So'z navbati, milliy kurash o'yinlari boshlangan. So'z navbatida kurashni ochib berish uchun kurash faxriysi, bir necha karra jahon chempioni, kurashimizning afsonasi, Ronaldosi, Messisi. Palvon buamiz ustozimizga beramiz. Bitta duo qilasiz ustoz. Assalomu alaykum. Shogirdlar, qishloqdoshlar. Voy, chaqinglar, chaqinglar. Voy, chetda turing. O'tmane Yigitlar, mana bugun qishlog'imizda go'zal, ajoyib bolalarimizdan 5000, 4000 yillik tarixga ega bo'lgan Eid Ramazon bayramini birgalikda o'tkaryapmiz. Juda chiroyli go'zal o'tyapti. Mana shu qishlog'imizdan juda ko'p polvonlar, juda ko'p chavandozlar, yelkasiga ko'rmagan, tarixda qoladigan insonlar o'tgan. Shuni debochasi bo'lib bizga ham mikron berdi. Men mana shu hayvonlarga, qishloqdoshlarimga, shogirdlarimga minnatdorchilik bildiraman. Lekin yigitlar shunday, bizni ishonbog'imiz aytadi, gapir uqqonlar deydi. Sening gapingni tinglaganlar, eshitganlar gapir deydi. Bunday qanday gapiraman men hozir? Ey birodarlar, azizlarim, shogirdlarim, mana bu maydon, mana shu Alining maydoni, To'maloq maydon, bugun bo'layotgani yo'q. Bu maydon o'yin maydoni emas, azizlarim. Bu maydonda Hazrat Ali Shirxod Xudob maydoni, Piryor Vali Pahlavon Mahmud kurashdi. Payg'ambarimiz Janobi Rasul Akram Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyoning zo'ri, manaman degan, payg'ambaringa chiqaman degan Rukona ibn Abiyaz bilan kurashdi. Shuning uchun bu maydonda o'yin qilish hech kimning haqqi yo'q. Mana shu yerda bakovullar bor. Bakovullar. Shu bakovullarni aytgan, lekin kurashni biladigan, bakovul o'ziga tortmaydigan bo'lsin. Qishlog'imizda doimo mana shunday kurash o'tkaryapti. Albatta men mana shu yuqorida sara o'tgan buyuk bobolarimiz sulolasi bo'lganim uchun mana shu qishloqdan juda o'zbek millat bayrog'ini kechagina quloq solinglar yigitlar. Quloq solinglar. Kechagina Rossiyadan jahon chempioniga ulashib olgan qiz bo'lsa ham mana yerada ita uniga boradi. Xo'sh, Zarnigar qizimiz Qozog'istondan chempion keldi. Muhayyo qizimiz hozir O'zbekiston terma jamoasida 6 karra Osiyo chempioni. Mana shu qishloqdan nasib bo'lsa, ertanmi, indinmi Olimpiyada qatnashishlar chiqarishi umid bor, ishonaman. Qani bir qarsonlar beringizlar qilishlarga. Yoshlarimiz baxtli saodat bo'lsin. Parvardigorim, mana shu qishloqdagi mehr-oqibat, o'zgarishlarni men ta'rif qilolmayman. Rahmat azizlarim, hayvonlarim, yoshlarim. Mana shunday bir-birlaringizga oqibatli bo'lib, bu yilgi Navruz bayrami chiroyli, go'zal o'tdi. Hammalaringizni samimiy tabriklayman. Bugungi mana shu polvonlarimiz yelkasi yerga kelmasin. Nasib bo'lsa o'zbek bayrog'ini ko'tarishda ularga yelkasi yerga tegmasin.
Rahmat, salomat bo'linglar. Doimo duoda bo'linglar. Rahmat. Bir duo qilib Rahmat hoji buva, ustoz. Hamma polvonlar sizday bo'lsin. Sizning yo'lingizdan bersin. Bu kunlarda bir eslamasak bo'lmaydi. O'zimizning qishloqdan kuchli polvonlar chiqqan. Hozir qizlarni esladik. Vafot etib ketganlari bor. Durbek polvon, Gudum polvon, Olim polvon, eslanmaganlarim bor. Hammalarini Jaylan jannatda qilsin, oxiratda obod qilsin. Bugun kurashni boshlaymiz. Iloji boricha halollikka qaraysizlar. Yigitlar kimlar qo'yatan bo'ldik shetim? Turdi chiqing. Qananovi? Polvon. Xolmirza qani? Xolmirza chiq. Sizlardan nechta bor? 85lardan. Nurudin domla chiqing. 84 bo'lsa ham bo'lar ekan. Chiq ekansiz. Ulug'bek chiqing. Umr Niyozov. Keyingizlar. Meni vaqtim yo'q. Chiljo'tda ham to'yim bor. Tezlashtiringizlar. Bo'lmasa. Bo'ldi hozir. Bir chaqir bana qo'yib tartib bo'ldi. Kim bo'ldi? Qaysi bo'ldi? Qoldi. Voy, Nuriddin, kelmaysan. Eshmirsay Ulug'bek. Qoldi 85. Turta paravo olishtiringizlar bir yil tomosha qilsin. Mesela ancha bo'ldi Allohlar. Qolganlar, 86lar bunday davranni tartib qo'ygan. Menerdan chiqarib qo'liga berasiz. Elbek. Chiqing. Kim? Shavkat. Qarang. Otabek. Sizlar aytganingiz bo'ladi. Halol bo'lsa halol bo'lmasa. Yusuf usta bilan Ulug'bek chaqiring. Yusuf usta. Davay, boshladik. Ulug'bek chiqdimi? Bo'ldi, chiqaveradi, davay. Tanlab olamiz. Ikkita para qilib qo'yib beraversan, Elbek. Ikkita para qilib qo'yib beraveringlar. Mana qo'yib bitta burchak qiladi, mana shu yashil burchak qiladi. Avval qayerdasiz, dav? Bizda oshlagan dav. Avval kimda? Mana yashil burchakni qarang. Qo'yib beraverasiz. Parsiz bilan Bahoristondagi polvonlar ikkovini zoti 30 ming so'm turdi olishtirib. Qayzangiz. Olib kelaveringlar. Ayshadan chiqarib beravering. Nuriddin olib ketavering ikkitasini. Chichalarni ham olishtiraman hozir. Halol. Bering. Kim polvon ekan bu? Bo'ldi polvon seni. Parsizdan laziz polvon. Chiqaravering. Ikkita uchta, to'p topamamiz. Ikkovini zoti ham 30 ming. Nurdan olishdim. Ikkoviga 20 ming. Bu ikkovida 30 ming kattalardiki. 20 ming ikkoviniki olishtiring asad. Hey, bachalar kesib o'tmanglar. Formada kelinglar. 20 mingdan ikkovida. Olishtiring. Keyin qilib olishtiringizlar. Forma bilan chiqaring, avval. Xo'p. Bu iki polvonning zoti 40 ming. Bahoristondan Chiroqchidan. Eslab qo'yinglar, eslab. Zotini aytmaydi. Hey, bana ona bitta boshlaydiganlar baş diyen bo'libdi. Olsin qani. Niyat bilan ekan. Hey, keyin zot aytaman deganlar xullas ko'tarib, yozdirib ketursa, uyalmangizlar. Har doim shunday bo'lgan. Ko'rinib
ko'rib turibsizlar, lider yigitlar qishloqda. 30 ming. Fermerlar, domlalar, doktorlar kim yozib ketaversa kallikdib. Yoz qo'yingizlar. Ikkoviga 20 ming. Oqsoqol bor, to'xtating sherdagi yigitlar, hammasi. Tartibda. Nima bo'ldi ikkoviga? Ha? Aytaykanmiz, sizlarga kim qilyapti? Ikkovlarning shaxsini ayting, mana bu ko'rasizlar, bittasi ishib qilsang. Hadi. Yigirma ming ekansiz. Olishdi. Buğdalardan kelgan polvonlarga 30 ming. Shuncha joydan bosib olishdi. Qara. Voy, paralarga qarangiz. Lekin Turdi. Shu yigitlarga 40 mingda 50 bo'ldi. Bo'ldi, davay. Abdullah polvonga bering bana. 20 ming ikkoviga. On chitraqa. Hammasini olishtiramiz, chitraqa olib. Nima bo'ldi o'g'lim? Kurdalarlikmi? Ha, kurdalarlik 37 ta beryapti. Nuriddin, Ronaldolarning ham qadrim bo'ldi. Ha? To'rt 45 jentra qatnovga xalaqit beryapsiz, chetroqqa olaykansiz. 445 jentra. Chiqib boring. Giringiz zaten. Endi bir. İlkoviga 30 ming so'm. Forma bilan chiqsin da mana shu qilib. Nima bo'ldi turdi? Bo'ldi, ukajonim. Mana. 50 ming bering mana unga. Sardor, 50 ming mana unga. O'qitamiz. Qancha bo'ldi? 30 ming ikkoviga. 20 ming ikkoviga. 30 ming ikkoviga. Sizlarga kamera aytasiz. O'zim aytaman. Kim juda ishlab chiqarsiz sizlar. Biri ishlasin-da, Jalol polvon. Olishtiraman hozir. Polvon akalar, bash qo'ygan o'rinlar apasiz. Xo'p. 20 ming sizga keldi. Omonini o'zingiz olishtirasiz. Sizlar videolar qilasizlar-da, olishtirasiz. Ikkoviga 30 ming. Olishtiradi. Chiroqchi, ikkoviga 30 ming. Qani? Jo'rabek, qani aytgan polvon? Olishtiryapmi? Bo'ldi. Ya, men olishtirmayman, nima qilasiz? Va yashil burchak qaytarganda chiqsa, qaytarib. Ikkoviga 20 ming so'm.
kichkinalar charchatyapti. 30 ming. Şeyde oğlanlar açığa çıkarsın. Ne oldu? Bana o zatını bilinler savdan. Ya, abisi. İşlep gidiyor. Bu dışındaylardı, taraftan aylantirib biraz. Bo'ldi, katta aylantirib. Dav. Kichkina o'qib yapti. Bo'ldi, shu yigirmamiz bo'ldi endi kichkina aylantirib. Endi katta aylantirib. Bo'ldi, bitirib qo'yamiz. Kichkinalardan ayrim joylarga olishtiraman. Chetga olamiz. O'zi kim bu? Ko'ktoshdan. Jamol Polvon. Jamolga tiringki mana bunga, o'zingni tiri. Mana chetraga chiqinglar-da, dav, chetra qoldi bachalar. Mikrofon kichkinalar qo'yasizlar. Chiqaylik. Nima? Bo'lib beradiganlarga, Maraykomga bo'lib beradiganlarga rahmat. Chetga chiqinglar, mana chetga. Kichkina hareket. Bo'ldimi? Ikkovga 20 ming. Endi bir to'xtamasdan kattatiramiz. Kattatir. Bersin. Bu ikkovga da, bu ikkovga 30 ming sir ham qilaman. Bo'ldi endi. Borma! Jo'rabek polvonni ulug'vorligi uchun qo'yamiz. Vaqtida olishganligi uchun 30 ming. Mana shu vaqtda Jasur Qarapiy yashaydi. Katta taraflar. O'zini endi hech kimnikiga oshxonaga olishtirmaymiz. Xafa bo'lmaysiz, bo'ldi. Ya endi yana bo'ldi. Endi bo'ldi. Endi aytib qo'ydimda katta turamiz. Aytmaganmi? Chetga chiqdi. Hey, katta turamiz. Bakavullar, o'zlaring mana shuni olishtirganlarda kichkinalarni chetga olmaydi. Ikkovlariga beramiz 30 ming so'm. Bo'ldi, chetga olma. Hey, so'pon. Mana ikkovni olishtirib. 20 ming so'm ikkovini. Katta turamiz oshna. Kız ben sana iki orada oldu. Yeni oldu. Ya yeni çıkıyor. Alıştırın şey koydum. Nihman eken. Oy. İki orada Nihman eken. 30 ming so'm alıştırdı. Oldu. Mendan pulni qolmasdi. Endi paralarda haqqimizda shab olish oladi, boshqa olishtirmaymiz. O'zi Oradan qo'yibdi. Qanaqasi chiqdi? Chitra qo'yamiz. Bakavullar, tashkilotchilar 87 16 ta bajaruvchilar emas, polvon bajaruvchilar emas. Og'izga kamera ochib qo'yamiz. Ochingiz da 87 ta kimga yana ularga xizmat qiladi. Og'izga oching. Katta turamiz. Ikkoviga 20 ming so'm. Katta turamiz bo'ldi. Bittasi chiroqchidan, bittasi qayerdan? Qayerdansiz? Buni olishtirib. Chetga chiqingizlar, chetda turingizlar, iltimos. Yigir, oqsoqol.
Toplantıramızın enerjinin kanalımızı. Bu bir şey ne oldu? Ha? Buyurup gelin. Ne oldu? Tamam ne oldu? Tamam mı? Akram kim oldu? Kim oldu? Nima bo'ldi? Ana Akmal polvonni o'g'liga chaqirganlar bormi? Sani Akmal polvon. Aylantirib o'ng tarafdan ey. Kattaroq emasmi? Olishasanmi? Sınıf 32. maktabda 11. sınıflari kelsin. Tovoq qo'yilayotgan kelsin 11. sınıflari yozib qo'ying. Kim? İkinchisi kelsa bor chiqdi. Abdulaziz polvon chiqdi. Abdulaziz polvonga 32. maktabda jiragida o'ti bori chiqsin. Nikahı otuzun. Ha? Nima bo'ldi? 11 sinflar. Ulug'bek domlalar qo'lda polvonga chaqirganlar bormi? Abdulazizga, Qurboni Fayzilla tog'aning ullarining nomidan, asl bilan asl nomidan 100 ming. Tovoqqa. Chiqdimi? Chiqdimi? O'ng qo'ldagi Abdulaziz polvon. Chap qo'ldagi Tam polvon. Ikkovining zoti birinchi tovoq maktab tomog'i. Fayzilla tog'aning nomidan, ulug'lar nomidan asl bilan aslida 100 ming. Olsanlar qo'shulaman. Hali Navruzchilar chayqamasi ko'p ekan. Endi chiqaringizlar. Kattalar chiqaringizlar. Nima bo'ldi? Chiqaringlar-da. Topolmay qolsa kattalar yana kichkinalarni olishtiramiz. Kichkinadan ular Ikrom nasib? Ikrom polvon, Sanib Akmal polvon doni. O'zimizni Ko'ktashdan. Qayerdansiz? Bo'linglar. O'zimizni mahalliy polvon ishimizda Kenjakan o'g'li. Ikkoviga Murodov Jamol 88-yilda nomidan 50, Navruzchilar nomidan 50, 100 ming qo'yaman. Yana aytadiganlarim bor, ko'rib turibsizlar, Toshkentda ishlaydiganlar. Qoralangiz ko'rib turib aytaman-da. Qori pensionerlarga qayta aytaman men. Ha? Yangi sport zalda nomidan bu ikkoviga 50 ming so'm. Navruzchilar qo'yyapti. Ikkala polvon, mahalliy polvonlar, shundaymi?
G'alati. Uchun Asli polvon o'zimizdan 50 ming so'm. Ikkovmi? Bo'ldi mana. Ikkovmi? Bu ikkovga 50 ming so'm. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'yib turing, az qo'shdim. Bo'ldi. Mashinaga kichkinasi emas. Para ayronlar tabii hozir. Halol. Palvon zotini bering. Yursin. To'g'rimidi? 50 ming Jamolning nomidan, Murodov Jamol 50 ming Novruzchilar nomidan. Barli palvon otalar. Ikrom, necha kilo bo'lding? Malades. Otang 73 ta o'g'il. Bos. Orqaga qolmaydi. İkinci tavak koyarız. Lekin aslida birinchi tavak. Birinchi tavak. Ya men qo'yaveraman-da, siz ham olishtirasiz. Keyin yana olasizlar. Tavak har qanday polvon uchun bizni do'stimiz nomidan, o'zim do'stlarimdan boshlab kelay. Pichoqni o'zing ora olmasa turaveradi. Tolib Eshmirzayev. Tolib Eshmirzayev do'stimizning nomidan 200 ming tavak qo'ydim. Yana qo'shaman. Tolib sherdamisiz? Bo'ldi. Birinchi o'zim boshlamam. Kim qo'y? Qaysidan boshlaymiz? Tavakka kattarog'ini jo'natasiz, bu kichkinaroq. Chetga chiqaramiz endi. Tavak yozib bersin. Alishtiramiz. Biz asl do'stlar, jon qolmaydi. Yoshlikda o'zi qizlarda qo'l katta bo'lgan. Qo'l olishtiramiz. Nima bo'ldi katta tovoq? Yozib beringlar katta qolasiz. Meni qo'limga berib qo'yinglar-da, shu Tolib nomidan. Bu ikkala polvonni zoti 100 ming so'm. Duxchidan polvon, Boylilik polvon. Olishtiring ikkovini. Bizda do'stimiz Tolib Eshmirzayev. Shu kishining nomidan Toshkentda tadbirkor 200 ming so'm bu polvon. Kamsamoldan Abdulxay polvon. Kesin mana Abdulxay polvonga. Maydon to'xtattirmasa iltimos, olishtiraman, hech kimni qo'ymayman. Olishtiraman, beraman qo'ling. Kattalar qolmasin, kattalar olishtiring. Ey! Tovoqqa chiqdi. Kamsamoldan, Xo'ja Abdujabbordan Abdulxay polvon 200 ming. Chetroq. Tursin tovoqda. Voy onani. Chetroq turinglar, chetroq. Orqaga qo'yasiz. Polvon. Chetroq olgan. Ey, endi chiqingizlar, polvonlar bormi? Hali kichkinada, keyin olib.
Nima? 20 ming olishtirib qara. Hamınızın ben gitti, yaktan yatırlar. Abdülhayga var mı? 200 bin. İkram. İkram çek. Hey Curabi, çağır ikram. Katta mı? Hadi. Şöyle bak. Mahalliy polvonlarni va quramini damlab chiqaryapti. Ikkoviga 50 ming. Olishtirib. Kim chiqaryapti? Jasur, qarang. Nima bo'ldi? Abdulg'ayga. Chiqdingmi? Bo'ldi. Ke. Bo'ldi, sen nima bor? Nima bo'ldi bu ikkovi? Yaxshiroq yakta kiyimlar qarangizlar, endi kattalarga kelganda. Holimizni olishmaysan. Holimizni olish. Hala bakışçılık palvanı zaten bir izletmanımız cihan. 100 milyon. Sıra. Ağzını bir aç. Ya, yetemeği. Ağzını etmeği. Nima bo'ldi? Kattalar, ey. Tovoqniki. 32 maktabniki qani tovoq. 2ta yo 3ta para olishtiramiz, kattalar o'zi kam ekan. Yana keyin men kichkinalar o'ylab ko'ramiz. Talablarga buni. O'zi qishloqdan qizlar palvon qopti, katta ulbachilar qani o'zimizda. Arsa so'ra mashina. Bayroqda nima ko'taryapti? Jahon arenalarida. Yaxta Ahmedova ko'taryapti. Katta ko'rininglar, avtobus qo'yapsiz-ku. Nima bo'ldi? Sen shirga qon.
Tovoqqacha chetga olib turingizlar, bitta olib aytaman. Bu ash kerak-da. Tovoq. Mana Nuriddinning qo'lidagi ikkala polvon Ishmirzayev Tolib oshamiz nomidan 200 ming. Birinchi tovoq. Kim edi? Ikroviya mahalliy polvon bittasi o'zimizda. Ikkoviga 200 ming. Nuriddin qarang. Gulsanam qizga o'zimizni mana shu qishlog'imizning faxri polvonlardan hali olishadi, faxriyamiz. Umr uzoq bo'lsin, hali ko'p bayroqlar ko'tarsin. Mana shu qizga chiqadiganlar bormi? Qizlardan avvalan bor. Agar ulardan o'ylab ko'ramiz. Endi qizlardan ekan. Qizlardan o'ng tarafdan olmaydi. O'ng tarafda. Gulsanamga chiqadigan polvon qizlar bo'lsa chiqsin. 1987-yil yigitlar nomidan 100 ming Gulsanamga chiqqan qizga. Orqaroq qilsinmi? Borma. Gulsanamga chiqadigan polvon qiz yo'q ekan. Shu qizni zoti berganlar 87-yilda nomidan 100 mingda osh qildi. Osh bo'lsin, bitta qazoq chalib qo'yingizlar. Labi. 11-sinflardan zoti 100 ming edi. Fayzilla tog'am nomi bolalarning nomidan 100 ming 32-maktabning bolalariga. Buni qo'shaman. Olishtiring Ulug'bek. Kurashtiring. Hozir olishtiring. Havo kelib, yoshga chiqarib. Bo'ldi bir ikkita para olishyapti, bo'ladi. Tovoqnikini ko'rsin, tomosha qilsin o'zi. Yoshlarnikini olishadi. Juda to'g'ri qilsin. Keyin bunlar bo'ldi, polvon zotini bering. Kel Abdulg'ay. Abdulg'ay kel. Qani. Tolib, Abdulg'ay. Hey, qo'y. Chaqirma. Mana qaytardi. Yashil burchak bor. Halol. Halol. Tovoqda Abdulaziz polvon oldi. 32-o'rta maktabnikida. Endi chitroq chiqingizlar, bittaga ayting. Endi talabga birov olishtiramiz. Orqaroqqa pul olsin, yosh-yoshlar chiroyli olishtiradi. Keyin bo'ladi. Sal orqaroq qo'yinglar endi. O'g'lim, endi mayli olishtiradi. Ha. Bu qizimga shunday beray. Shunday beray. Bu o'zi haligacha tayyor. Mayli. Bo'ldi. Ya, ikkalada. Ha.
Zannegar Ulashova. Kitap qo'yma. Bu ikkoviga 50 ming so'm. 100 ming so'm. Ha. Chitraqa bo'lmasa bemaloldan qo'yib bo'lmaydi. Ha, mana Zannegar qizimiz. Chiqadiganlar bo'lsa chiqsin, o'zini tiri, lekin olimpiadaga tayyorlayapmiz, Xudo xolasa. Omadini bersin, omin. Hammalaringizga bir duo berishimizga. Hamma katta polvonlar qatori mana shu yerda ham yuzini yoriq qilsin. Jahon arenalarida yuzi yoriq bo'lib bayrog'imiz ko'tarsin. Chorshanba qishlog'ini faxri bo'lib, mana shu kelganlarda hammamiz yana duo qilishni nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Bo'lishini zotini berganlar. İkoga 50 ming so'm olishdi ularda. Chiqa. Endi Sakson 6-yil Navruzchilar aytayapti. Domlalarimiz o'qitgan deyapti. Mana Po'lat domlalar kishi o'qitgan bizlarni. Shu kishi nomidan zot qo'yamiz deyapti. O'sha kishi hozirda betob joy nima qilsin, Xudoga samayib ketsin. Ular ustozda nima bo'ladi? Ustozda savol bo'ladi. U kishi kurashmagan, boshqa qilmagan. Eng zo'r bilimni unga beramiz. Birinchi marta tarixda zo'r o'qigan, kitoblarda yaxshi o'qigan, institutlarda o'qigan, yili maktabda yaxshi o'qigan zo'r bolaga 100 ming so'm beramiz. Domlalar nomidan, Nuriddinma, Qur'onmuroddan kesindan mana eng zo'r o'qigan maktab o'quvchisi yo talabasini olib kelsin, Po'lat domlalar nomidan 100 ming. Ustozni nomidan, ustoz sog'ayib ketsin, umri uzoq bo'lsin. Ustozimga bitta qarsak bo'lsin qani. Ikkoviga 20 ming. Xonmirzo polvonga chiqadigan polvon bo'lsa, Navruzchilarning nomidan 200 ming so'm. Sizga o'zim bitta ana tovuq bilan kalkirmasi o'tchiman. O'ng qo'ldan aylantiring. Ha, aylan. Chitroq to'g'ri. Chitroq to'g'ri. Chitroq to'g'ri. Ikkoviga 30 ming olishtiring hozir. Chitroq tursin hozir bu olishtiring. Shuni olishtiring. Mayli. Mana yerda turib. Nima bo'ldi? Ana Po'lat domlari nimasi? Zoti. Kim eng zo'r o'qigan? Ikkoviga 30 ming olishtiring. Qarangizda, bularni qarang. U qo'yib berish bo'lsa, ega bilan. Bo'ldi. Ikkoviga 30 ming olishasan. Xonmirzaga 87-yillar nomidan yana 100 ming, 300 ming bo'ldi. Xonmirzaga chiqartirganlarga. Bo'ldi, bachalar chetga chiqartdingiz, yana kattaroq. Mahalliy polvon 50 ming. Okay. Hozir bir kattalar qildi. Ikkoviga 50 ming so'm.
Ha, mana ikkoviga Murodov Dilshodning nomidan 89 yil ekan. Navruzchilar nomidan emas, mahalliy polvonlar. 89-yilda. Ruslan tadbirkor. O'zimizda mana stoy material. Ruslan nomidan 200 ming so'm qo'yaman olib qo'yibman hozir. Kimga qo'yishni o'zim o'ylab ko'raman. Ruslan nomidan. Ha? Qaysi? İşte olacak. Qarangizlar. Borma u anavi Xolmirzaga. 300 ming bo'ldi bular aka. Xolmirzaga borma. 30 ming. Ikkovga 30 ming. Ey, bo'ldi, mana bu chiqmadi-ku. Ya, ikov qo'ying. Bo'ldi, berganmiz nimaga? Xolmirzaga chiqartan polvon bo'lmadi. Xolmirzaga beringizlar. Zotini beringizlar Xolmirza bor. Xolmirzaga bitta qarsak chalib qo'yingizlar. O'zimizning mahalliy polvon. Ey, Nuriddin, nima bo'ldi? Yaxshi talab, ilmli talabalar. Tushunma? Bo'ldi. Ey, eng yaxshi talabaga boshi yigitga beramiz. Ha. Ha, kim bo'lsa? Ya, amal qilin. O'quvchi. Ya, endi to'xtat. Bo'ldimi boyagi nima bo'ldi? Yigitlar. Boyagi 100 mingliklar nima bo'ldi? Dollarlarnikini berishlari kerak-da. Zo'r. Ham eng yaxshi bo'ldi. Nuriddin kim bo'ldi? Hey! 32 maktabni 11-sinflariga 125 ming so'm to'lab 2006-yilda. Olishasizmi? Olishamiz. Bo'pti, olishuvdik. Kim edi? Yaktak edi. Endi bo'ldi. Shu bitta olishding-ku. Olishdingmi? Bir to'xtatib olib bo'ldi. Ikrom polvon bu tarafda Bunyod polvon qayerdasan? Ko'ktashda. Ko'ktashda. Ya, ne diyeyim? Ya. Ne diyeyim? Ko'ktashda edi. Ikkovi ham agar bittasi boshqa joyda qolmay. Abdulaziz kim chiqdi? Eldor kema Abdulaziz sheriga tezki olishtiramiz, tezlikni kurashtiramiz. Ikkovi nima? Nima olsa?
Kim edi? Tamam polvon. Sen Asilbek polvon, Ko'ktoshdan senchi? Gana keldi ekan. Ikkoviga Ruslan 200 qo'yuvdi. Ikkoviga 100 ming qo'yib turaman. Chal olsin qo'sh. 100 ming. Ruslanni 100 mingga qo'ydim. Qarangchi. Qo'yamiz ham. Nima bo'ldi? Eng zo'r o'quvchiga tanishmish qo'yaymi sanday? Eng zo'r talaba, eng zo'r deganda sevishlikdan zo'ri yo'q ekan. 300 varaq o'qiydi. 300 varaq o'qiydiganni kesib yuradi. Yo'qmi? Bo'ldi, boqiy sevishlikka beramiz. Meni ukam bilan tanishmish qo'yamiz yani. Yo'q bo'lsa shoy beradim, nima bor edi? Demaydi. Ashada. Jiyapani. Ikkoviga mahalliy polvon ekan, Ruslanni qo'ya yarim qolgan 100 ming olishasiz. Bo'ladimi? Bo'ldimi? O'zimizda mahalliy polvonlarga iloji bo'lsa kattaroq usta bo'lsin yoki bo'lsa traktorist bo'lsin. Har doimgidek qo'lini moyini ko'ramiz. O'shanda yigitlarga Zokir tog'ani o'g'li nomidan 250 ming so'm. Bormi? Boymirzayev Zokir tog'ani nomidan 250 ming so'm o'zimizning mahalliy polvonlarga. Fermer kelsa ham bo'ladi, traktorist kelsa ham bo'ladi. Alov kelmasa bo'ldi, avtodor kelmasa bo'ldi. Ikkoviga 100 ming so'm. Duxchidan sil. Boynidan olishadi yo'q. Bo'pti olishasan. Ikkovi 125. Bilaman bularni. Telefon tushib qoldirilgan. Kimniki bo'lsa ham, bo'ldi zoting ketdi. Sen telefon uchun olib kelasan meni olib. Endi Zokir tog'ani nomidan qo'yilgan zotni tovoqda Jamol polvon oldi. Sizlar ikkovlaringiz roji bo'lasiz. Jamol chiqdi. Bo'ldi ikkovi bir qiziq o'yin beradi aslida sal yengillaysiz. Zotlaringiz hech bo'lmay. 500 ming ekan. Bo'ladi 500 ming. 500 ming ikkovlaringiz. Bo'ladimi? Zokir tog'ani, Boymirzayev Zokir tog'ani nomidan qo'yilgan mahalliy polvonga 250 mingni Jamol oldi, turdi chiqdi.
bir o'yin qiynaqani chiqqan. Ha, polvon bo'lar. Ha, polvon bo'lar. Ey, shimtorlik qilmasin, yutibmiz. Ey, uylarga yarmini chiqib, yarmi chiqmasin. Ha! İkrovuna utlusun. Alıştırasın, endi olasın. Buldu. Bak usta bu anı alalım. Buldu, hiç hadi para hakkı verir de. Hoş geldin. Dur, çık geç şimdi. Dani Erakamam ancha qattiq olishgan. Bu xonkan jib katta bo'lmagan bu odamlar. Shu yerda traktorsiz bo'ladi. Makka mistoykasi. Sizlarmi? Ha. Muzaffarton nomidan tovoqqa 250 tovoqqa Muzaffarton nomidan 50 qo'shildi 300 bo'ldi. Qarangiz olib qo'ying. Qishloqni bahori eng go'zal bahor. Shaharga buncha ham talpinmaydi. Shaharda varanglar baland uchmaydi. Shaharning osmoni sirinlaydi. Ya bu. Ha. Hey, ataganlarimni mana shu odamga beringizlar, katta polvonning azaldan katta bo'lib kelgan. Har Zaki tog'ani. O'yin qilmaydi, sachita turishib. Ya. Ya. Mahalliy gelme. Bu hiç kim yedi kamazı. Oturup özünüz başınız atma. Nasıl? Ya
Nuriddin, yigitlar, hammani kasbiga umriga baraka bersin. Kelasi yil Navro'zlarda mahalla hammamiz to'g'ri qurollikda yetishtiraylik. Haydi bor. Xudo xolasa yanagi yil Navro'z bundan-da yaxshi kelsin. Ro'zalar bundan-da yaxshi kelsin. Ro'zalarga, Navro'zlarga yetkazishni nasib qilsin. Radina billahi robban val bil islami dinan va bi Muhammadin rasululloh. Allohu akbar. Rahmat hammalaringizga 86 gap yo'q. 87larga ham kuch-quvvat bersin. Rahmat Samarqand aka, rahmat. Sog' bo'ling, xizmatingizga rozi bo'ling. Xudo xolasa yaxshi kunlarga uchrashaylik.